Assalomu alaykum. Mana shu guruhimiz a'zolari, mana keyingi xonadonimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida davom etmoqda. Mana holatlarni ko'rib, bir tanishtirib sizlarga qo'limizdan kelganicha, xudo xolasa tanishtirib o'tamiz. Mana holatlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta pianino qasomimiz tushadi. Holatlari, karnizlarimizga ham ahamiyat berib qo'yaverasizlar. Chaklarimizda ham o'ta ustakalarimiz zo'rlab, havas qiladigan qilib ketyapti. Holatlar. Joyimizga biz 600-650 kvadrat ketadi deb aytganmiz. Xudo xolasa bitganda yana bir hisob-kitob qilib aka desak bo'ldi deb hisobini olishib olgan. Qo'limizdan kelganicha arzonroq, chiroyli qilib ketyapmiz mana shu xonadonimizni. Qaranglar, manzarani uzumzor, Oltiariq, mana bu Oltiariqda hamma narsa chiroyli bo'lib ko'ndaydi. Mana uzumzorlarimizni ham qarab, o'zlaring baho beraverasizlar. Xudo xolasa pishganda biriga kelinglar uka deyapti. Mehmon qilaman deb mana holatlar. So'rozoxonamiz. Alkofon qo'yilmaydigan stil. Endi alkofon kimgadir yoqyapti, kimgadir yoqmayapti. Mana shu alkofon qo'yilmaydigan stil. Chaklarimiz. Alkofon qo'yilmaydi betga. Endi kimgadir yoqadi alkofon, ammo o'sha podsvetkalarni qo'yib qo'ysak, alkofon ham o'z yo'nalishida o'ta chiroyli narsa bo'lib chiqadi. Holatlar. Oyog'imiz. Shu ustakamiz Oybek aka degan. Ustaka nima gaplar? Charchamay zerikmay qalay? Yoryapmiz, nishonang. Yoryapsiz, malades. Ha, shunaqa bolalar shijoatni qo'shadi deydi-ku. Yoryapmiz aka. Zo'r chiqyapti desa biz ham xursandmiz. Qo'limizdan kelgancha endi mayli joylarimiz qoldi. Xudo xolasa betlarni ham chiroyli qilib Har joyda eslab qolasizlar. Bitta video qo'yamiz. Ha aka. Hadda shu buni boshqacha stil bor. Ha, o'zimiz o'ylaymiz, xudo xolasa. Qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib. Ha, shu ustakamizlar nima yaratamiz desa, mana o'zimiz masalan aytamiz, bundaqa fason desak, yo'q, bundaqa fason qilaylik aka. Zo'r chiqadi desa, biz ham hali ko'nib, masalan, billa aqllashib, hamma narsani o'ylab qilamiz ustakalar bilan. Holatlari. Bu ham 04 toshkentlisini ishlatganmiz. Hamma narsasi 04. Umuman, shu lentalariga ham uzil-kesil yuqalisini umuman ishlatmaganmiz. Mana holatlari ham o'ta bir chiroyli, o'ta bir sifatli bo'lib turibdi. Hali xudo xolasa bu yerda ham bitgandan keyin bitta video qilib, qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib sizlarga bilan ham ko'ramiz. Xudo xolasa mana shu joyda eslab qolsalar, xudo xolasa ijodga ham bitta ajoyib narsa qilib sizlar chiroyli qilib beramiz. Holatlar. Uyimiz o'ta fayzli bir chiroyli xonadon ekan. Kelganicha xudo xolasa. Endi hozir tashqariga ham zo'r narsalarni o'ylaganmiz, ustakamiz ekanamiz. Mana xolasa shu joyimizni hozir bitirib, kamchiliklari keldi. Xolasa teknik kamchiliklarni olib keldik, xorilarni negadir bitkazib chiroyli qilib ketamiz. Mana holatlar. Endi lesamiz bor, lesamizni olgandan keyin